Odam emas dedimi? Kuryerlarga kirish taqiqlanadi. Jarima miqdori 206 ming. Kuryerlar buyurtmalarni mijozga topshira olmaydi. Mijoz o'zi olib ketishi shart. Agar ko'rsatmalarga rioya qilmasa, jarimaga tortilishi mumkin. Buyurtma uchun mijoz bilan bog'laning va buyurtmani o'z qo'li bilan olishga yordam bering. Hozir kuryer odam emas deydi bizga nisbatan. Sizgamidi? Menga. Nechinchi kvartira raqami nechi? Yoqimishda sog' bo'ling. Bu nimaga kuryerlarga hozir odam emas kirmaysan, unaqa bunaqa deb tashadi? Yo'q, odam emas. Yo'q, shunaqa dedi hozir. Yo, lekin hozir bu aqronlaringiz odam emas deb qilyapti-da biz. Bekordan bekor nima qilganimiz yo'q. Bizlarga shart emas bu ichkari kirishda. Bizlarga o'shani bu aqronlarga vaqt qo'yinglar. Alo. Assalomu alaykum. Yo'q, dastlabki o'qiydim aka. Men bu aqronlaringiz kuryerlar odam emas, odam bunaqa deb. Yo'q, skuterda kirish mumkin emas. O'zimiz kirdik, odam sifatida. Lekin kuryerlar kirmasin. Odam emas deb bizlarga hozir fikr. Ikkalamizni hozir qaytarib chiqarib olaylik. Insonga aytadi. Odam emas dedingiz aka. Kuryerlar odam emas. Odam emasmi deganing aytdim men. Turib qilganing odam emassan. Yozib qo'ydi aytibki. Kirish mumkin emas. Yana odam emassan. Sen skuter kirish mumkin emas so'rayapsan, ha? Odam emas dedim keyin. Odam bo'lganini tushunadingmi yozganini? Aka, uni biz e'tibor berganimiz yo'q aka. E'tibor berga keyin safar. Katta yozib qo'yibdi. Aka, chiroyli muomala qiling aka. Hozir ham muomala qilmayapti, ko'ryapti, baqiryapti. Shu gapini. Odam bo'lgan shu gaplar. Aka, siz odam emas ekansiz o'zi. Garaj to'yletda.